qurishi, doka ro'mol qurishi. Siz aralashmang. Nima? Singlim sizga ko'chadagi ayol emas. Xohlasangiz haydab solasiz, xohlasangiz uyingizga olib ketasiz. Meni nimaga chaqiruvdingiz? Uyimga bormang. Agar ostonamda sizni qadamingizni ko'rsam, hurmatni ham unutaman. O'rtamizda bitta farzand bo'lganda, bunaqa bezovtalik bo'lmasdi. Bola bo'lmadimi? Demak, bo'lmagani ham yaxshi. Meni tushundingiz-a? Nimani tushunishim kerak? Men sizni ogohlantirdim. Bundan buyog'iga singlimga o'zim qarayman. Yaxshi. Bunga qarshilik qilish hojati yo'q. Men boshqasiga uylanaman. Ko'ramiz. Uylaning. Baxtingizni bersin. Men sizni ogohlantirdim. Senisini orqasidan boradi deb o'yladi shekilli. Ikki dunyoda ham bormayman. Alo, Shahloxon. Nima qilyapsiz? Xonamda edim, kenaya. Tez oshxonaga chiqing-da, gap bor. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, chiqing, chiqsiz bilasiz. Men sizga chiqing dedim. Hozir chiq. Faqat tezlashing bo'ling. Xo'p. Tinchlikmi, kenaya, nima bo'ldi? Sizni akangiz boshqaga uzataman deb yuribdilar. Siz bu ahvolda yursangiz, sizni kimga uzatamiz? Ertaga u yerdan ham qaytib kelasizmi? Tushunmadim, kenaya. Idishlarni qarang, qalashib yotibdi. Piyolalarga qarab bo'lmaydi, sarg'ayib yotibdi. Uyatmasmi bu Shahloxon? Uyat-ku. Tozalayin demoqchimisiz? Aqlli odamlarga aytish shart emas. O'zingiz tushunib olasiz. Menimcha, siz ham tushunasiz-a, to'g'rimi? Tushunaman. Boravering, kenaya. O'zim hamma yerni tozalab qo'yaman. Meni zarur ishlarim bor. Bo'lmasa o'zim qilardim. Sizni chaqirib o'tirmasdan. Tushundingiz-a? Tozalab qo'yarsiz.